Mana o'rtoq bitirdi. O'qishni ham. Endi nima qilasan? Boks bilan shug'ullanaman. O'zingchi? Bilmasam. Bir gap bo'lar. Bo'pti o'rtoq, xabarlashib turamiz. Charchama. Sadoqatga yo'g'rilgan sohiru botinlari, mardlik uchun tug'ilgan xavfsizlik xodimlari, jonin tikkan yurt uchun, oru nomus burt uchun ko'rsatar iymon kuchun xavfsizlik xodimlari. Nomi yo'q sarlavhada, oshkormas zarlavhada, Bor ko'rinmas jabhada xavfsizlik xodimlari. Yurt qudratli tursin der, el xotirjam yursin der, yuraklar sof ursin der xavfsizlik xodimlari. Yurt qudratli tursin der, el xotirjam yursin der, yuraklar sof ursin der xavfsizlik xodimlari. metin qasam ichganlar, sokin zafar quchganlar, oromidan kechganlar xavfsizlik xodimlari. Mardlikka chin yo'g'rilgan sohiru botinlari, vatan uchun tug'ilgan xavfsizlik xodimlari. Nomi yo'q sarlavhada, oshkormas zarlavhada, Bor ko'rinmas jabhada xavfsizlik xodimlari. Yurt qudratli tursin der, el xotirjam yursin der, yuraklar sof ursin der xavfsizlik xodimlari. Yurt qudratli tursin der, el xotirjam yursin der, yuraklar sof ursin der xavfsizlik xodimlari. Yurt qudratli tursin der, el xotirjam yursin der, yuraklar sof ursin der xavfsizlik xodimlari. To'xta, senga shunaqa qilishdimi? Kimsan o'zi? O'shanda men xizmatda edim. Jinoyatchilarni ushlash uchun ularning niqobiga kirgandim. Sen esa yurtimizni ko'rinadigan qahramonisan. Biz esa ko'rinmaydigan qahramonimiz. Nomi yo'q sarlavhada, oshkormas zarlavhada xavfsizlik xodimlari.